Hurmat qilgan elektromobillardan eng kuchlisi bu albatta GAG Ion S Plus o'rtoqlar. Monitor katta, gitara zamonaviy. Lekin bitta narsasi yoqmaydi, uni videoning oxirida aytaman. Gabariti Malibudan ozgina kichkina, chiroyli. Menga faralari yoqadi. S-Max'dan ko'ra farasi juda ham yoqadi. 2026-yil 2-oyda ishlab chiqarilgan. Kojinli salon. Mana 2026 2-oyda ishlab chiqarilgan. Yangi narxini 22.200 dollar qilib beryapmiz. Narxiga eng stoyt elektromobillardan biri mana shu deb hisoblayman o'rtoqlar. Endi sedanni ko'pchilik xohlaydi, o'sha sedan xohlagan akalarimizga bu videoni yuborib qo'ysanglar, xudo xohlasa Optim narxda avtobazadan xarid qilishligi mumkin. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Nimasi yoqmasligini hozir aytaman. 360 gradus kamerasi yo'ligi menga to'g'risi uncha yoqmaydi. Keling, bitta tekshirib ko'ramiz. Orqa zadniy kamerasi qanaqa? Bismillah. Lekin haqiqatda bu gitarada. Mana orqa kamerasi yaxshilaydi, lekin boshqalarni ko'rsatmaydi. Faqat orqa kamera. GAG Ion S Plus. Malibuni almashtiraman deb yurgan akalarga, sedan elektromobil qidirib yurgan akalarga tashab qo'ysanglar, manfaatli bo'ladi va avtobazadan Optim narxda olishadi. Ortiq qo'ygan puliga sizga choyxona qilib berishadi.